Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli izleyiciler. Reallığımızga nazar programımızın 3. saatini görüşünlerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmenlerimiz, hammalar ma'lum bolgandek bugün 3. saatimiz keldik bu yangi programımızda. İnşallah her 2 haftada bir qatim shanba kuni shu saatda ekranlarda bo'lamiz deb davom qilyapmiz. Birinci sandan başlap programımızın aziz mehmoni bo'lib qatnashayotgan bugungi sanimizning mehmoni hurmatli doktorant Abdurahim Davlat efendi bo'ldi. O'tgan saatda biz ana tilimizga 100 kilolamduq degan temani boshlagandik. Albatta biz programımızdan 5'ida her sanda bundan keyingi her 2 haftada bir qatim o'tkazilgan programmaning her bir sanimizda bir temani tutgan asosda davomlashtirganligimizni degan edik. Ama bu ana til meselesi nəhayət kəngri çetildiğin dairesi bir qadar kəngri boğallıq üçün ötken saatdə tügüt bulamıdıq hem programımızın vaxtı qısqı boğallıqdın. Şuna bugün davamını qılayıl deyib ötken saatdə huzurunlağa degan edik. İnşallah bugün davamını qılımız. Programımızın aziz mehmoni Konyada hazır oquyatqan doktorant Abdurahim Davlat efendi. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlik uchun ko'p rahmat aytamiz aldilar. Assalomu alaykum. Sizlarga hammalarga rahmat aytaman. Rahmat. Va alaykum assalom. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz programımız naq maydonda taqdim o'tadi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali programımızga aloqador har qanday fikr taklif yoki savollar bo'lsa yo'llashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. E'lanımızda men ba'zi qadrli ko'ruvchilar deganimdek oldingi sandimni davom qilyapmiz. Ana tilimizga biz 100 kilolamduq. Biz oldingi birinchi sanda nima uchun ana tilning muhim ekanligi, muhojiratdagi xalqimiz ana tilimizga yetarli ahamiyat beraldiqmi degan bu savollar bilan yo'lga chiqib, nəhayət ichinishliq bir afsuslanarli bir natijani ko'rgan bo'ldik, olgan bo'ldik. Şunun için bunu texambak davamlashtirish, iskillab kirish uchun bugunga qoldirgan edik. İnşallah bugün yana shu kelgan yerimizdan boshlab davomlashtiramiz. Unda bo'lsa boshlab kelsak, shu kelgan yerimizdan boshlab oldi bilan shu ana tilimizga ko'ngil bo'lolmasligimizdagi yoki ko'ngil bo'lmasligimizdagi sabab nima sizga? Assalomu alaykum barliq qarindoshlar. Bu sual ait muhim sual. Ama bu sual hakkında ben fakat özümün subjektif düşüncelerini, yani bu mesele hakkında oylaganlarımı sizlerge sözlemek için. Benim karşımca bunundaki birinci muhim sebep mutlak köpçülükimizde yanıla anıtının zaten bizden mevcutluğumuz için kandak ehemmiyetli iyi ikenliki hakkında hakiki manada çoğunluk düşüncemiz yok. Yani düşüncemiz yeterli gelmez. Yoki boshqacharoq aytsak, biz tilimizni yo'qotib qo'ysak, zaten nimamizni yo'qotib qo'yganligimizni to'liq bilmayapmiz. Men oldingi sonda bir narsani ta'kidladim. Bizning ana tilni yo'qotib qo'yishimiz amaliyotda kelgusida o'sha bizning vatan davosining yana bir avlod yangi varislarini yetishtirishda yoki shularning shakllanishida bu ana tilning favqulodda muhim roli bor dedim. Bunu biz teatrosunu o'ylagan vaqtimizda agar ana tilga sal qarasak, o vaqtda bizning shu davo varislarimizning yetilishi zo'r darajada ta'sirga uchraydi deb o'ylaymiz. Lekin men shunday o'ylayman. Men shu narsani misol olgim keldi, mening anglashimcha yoki hammamiz asli bilamiz buni. Shu o'tgan 20-asrning boshlarida 30-yillar atrofida nurg'un necha o'ndan Uyg'ur vatandan hijrat qilib chiqib chet ellarda o'tiraqlashdi. Ularning bir qismi Pokistonda, yani xeyli zo'r bir qismi Saudiya Arabistonda o'tiraqlashganligini bilamiz. Hozir surishtirib baxsaqmiz, Saudiya Arabistonda Uyg'ur nasllik bir asli 30-40 mi, hatta ba'zi sonlarda 50 ming atrofida Uyg'ur bor deyilyapti. Bundan shunday bir savolni so'ragimiz keldi. Balki bularning dastlabki chiqqan ati bo'lar azarmisi bo'lmas qilmoqda. Ammo ularning bolalari bor yoki nevralari bor. Şu 30-40 ming Uyg'urlar ichida bugungi kunda vatan davosining sepida kurash qilayotgan, harakat qilayotgan qanchalik Uyg'ur bor. Shularning bolalaridan bu davo sepi uchun atlanib chiqqan qanchalik kishi bor.
Biz sanğısı düşürgen vaxtımızda palağına bağ dep sanaştığımızda kıyındırız. Yani bu. Mana muşunun sebebi ne? Muhim biri benim karşımca ana tılda yetiştirilmeyenlik üçün. O balalar ana tılını unutup ketkenlik üçün özünün tarihi bilen, vatanda kalan mezlum millet bilen, urug' tuqqanlar bilen, yani özünün ötmüşü bilen bağlanışı üzülüp ketken. Bu til obrazda okşatsak, xuddi biz doktorxonada kasal bo'lib yatsak, bizga salgan asma okulunun nimasi bor, neycisi bor. Xo'sh. Bu tilni amaliyotda bizning madaniyatimiz, dinimiz, an'anamizdan bizning vujudimizga urilgan asma okulundan iborat. Bu neyci üzüp etilse, bizning an'anamiz bilan bo'lgan munosabatimiz, tariximiz bilan bo'lgan beg'imiz bo'shab ketadi yoki uzilib ketadi. Bu deganlik bizning vatanparvarlik hissiyotimizga, vatan uchun o'zimizni ato qila olmayotgan bu ruhimizning yetilishiga, bu ana til mahrumligi zo'r darajada ta'sir ko'rsatadi. Xo'sh. Shunlashqa agar Xitoy bizning tilimizni yo'q qilishni yoki bizning tilimizni dafsanda qilishni bu qadar chekidan oshirayotgan holatda bizga tushgan vazifa shu, bizni uni qo'g'dashni, muhim bilishni shu qadar chekidan oshirib o'tishimiz kerak. Xo'sh. Xitoy favqulodda zulm soldi deganning ma'nosi u vaqtda favqulodda zulmga chuqur sanmi favqulodda pozitsiya va favqulodda tadbirlar qarshi turishing kerak deganlik. Birisi bütün çeşitlerini kılıcı kurallanıp sizni yo'qotmoqchi. Ama siz faqat qo'shimcha vaqtingizda. Yani sizin vaqtingiz chiqqan vaqtdan oldin bu dushmaningiz haqida fikr yurgizsangiz yoki u sizdan tortib olmoqchi bo'lgan narsa haqida o'ylasangiz, albatta bu xil tengsiz kurashda kim mag'lub bo'ldi? Mana qonuniyat bo'lgan chog'da biz mag'lub bo'lamiz. Xo'sh, to'g'ri. Shunlashqa bu tilni yo'qotib qo'yganlik meni qarashimcha, Uyg'urlarning kelgusini yo'qotib qo'yishning bir boshlanishi. Çünkü bu arada nokul bir medeniyetini yo'qotib qo'yish yoki so'zlashadigan bir tilni yo'qotib qo'yish. Uyg'ur tili bo'lmasa biz yana turkcha so'zlashalaymiz, ingliz so'zlashalaymiz bu da o'zimizning ko'nglini ovundirayotgan va soxta hissiyotdan qutulishimiz lozim. Ba'zi narsalarning qimmati amaliyotda o azaygan sari eshib bo'ladi. Bozorda shundoq. Mesela ma'lum bir mal kamlab ketsa, uning qimmati eshib boshlaydi. Hozir bizning ahvolimiz shu. Bizim ana tilden ibaret bu mühim bir engüşlerimiz depsende kalmadı. Bu yok kılmadı. Ama ki bunun ilgileri, bunun kıymetini fevkalade yukarı götürücü lazım. Şu an açı birinci sebep bu ana tilin mühimliği tıkı bizden yanımızda hakiki manada yüksek oranda emas. Hem de ikincisi buna ait addi sebep de böyleyim. Çünkü benim bazı küzütüşlerim asasen. Biz bu ballarımızda ana til öğütüşünü, ana tilini özleştirişten ama uşak capa müşakkatlerden, avarçılıklardan kaçımız. Bunu gözetken desem şu, adetteki normal hatalarla emez, hadi devadan aldığın sepeti memolattan kıyındaşlarının ballarına ana til terbiyesi yaki mağarip hakikaten sel farallar. Yani bunun sebebi ne? Bu da ben oylapmaksam. Bu çetten muhitede ballarımızın iz için anlatılı sözeyli arkadaş, anlatılı kitap okutuş ve iz için terbiyelep duruş, öğütüş, uzak tutulgan, biraz capalıkrak bir emgek. Hoş. Mesela ballarımız mektebede Türkçe yapılanlık için, ya ki İngilizce yapılanlık için, öğü kegendikin tabi yağda Türkçe ya ki İngiliz sözleydi. Şuralar biz öğülü bozumu çokum anlatılı sözleysel diye bir tüzümle tüzmeyimiz. Ya ki tüzsek mi bunu icra kılışmaz, tesvip açma. Ya ki balımız tula bu tüzümge xilapçık sararla koyuşun. Biz asla demek bu cefadan kaçımız karımız olmaydı. Bu kuşak avarçılıklarının kaçımız. Mesela Konya'da azimde yaşavatkan ya da biz ötke yıla bir kişisel takılıştan bu kursumuz, anlatıl kursumuz var. Bu kursun atalı ballarını ekildi. Mesela şunun içinde bir ana var. Kursu orada ait yırap. Bu yüzü yalnız 3 balasını 2-3 otobüs almışır ekildi. Az değil de 10 kilometre yırap ekildi. Ama aşağı etrafı yakın bir kanca tane var, o da ballarını ekemez. Bu yerde fakat mühim bilmesi meselesi var.
Doğru. Şualıqı ana til muhaciretki Uygur ailelerinin aile medeniyeti de kembotu bolmaydigan bir türlükü aylanmak için bu tilni biz qo'lda qololmaymiz. To'g'ri, haqiqatan tez. Ammo bu tezlik bu mumkin bo'lmaydigan ish bu. Ota-onalar buni zot qilolmaydi degan savolni so'rayaptimizda. Mana shu yana o'ldaymiz. Xo'sh. Bir ota-ona ailesida balalarga öýde bolsun ana tilde sözleş adetini yitildiriş. Muşunu izchil tüzümleştiriş ve icra qilish ota-onaning putulan qo'ldan keladigan ish. O bir qadamlik ish ketimlik bir mezgillik tirishchanlik bilan agar sen qilolmay qolsa faqat amalga oshmaydigan ish ekanini tashlab etish amaliyotda bizning izchilsizligimiz va irodasizligimizning bir ifodasi. To'g'ri. Hamda degan oldek Xo'sh. Yani 2-3 nokta var şunu ötesizdirdi. Üçüncüsü ben daha qaradım. Bazı hatalardan da para alış bakan bir kez dedim. Ağır derecede bir ümitsizlik. Xo'sh. Karı olmasının işini yapan psikolojik sebep ümitsizlik. Çünkü o ilgili evlat Uygurların ballarının bütünlüğü anlatıldığı yaklık etkenlikini köydü. Hatta başka milletlerin, başka devletlerde yaşaş devamında ulan evlatlarının şu devletlerin tili terapi edildi. Yutuve'nin ballıkını görgenliği ki bu bir akanç terörist mı? Nevrimiz kege vakitte uyukap gidedik ya. Amal yok ki, şunun balın ve kıynaşının haceti yok ki. Aşkarı eğizde idrapımız mı? Ama içinde muşu düşençine bağlı insan. Bu kığılınmaylıken bu ne? Hep öyleydi. Ama aşık kığılınmaylıken diyen ümitsizlengen hataların şu sualını sormak. Siz bu ümitsizlikki siz qayta tirishchanlik ko'rsatib izchil sho'xil bir tuzumni oilangizni barpo qilib bir ona til muhiti yoki ona til tarbiyasini oilada izchillashtirib qayta qilsangiz mag'lub bo'lgandan keyin ümitsizlandingizmi yoki ozroq tirishchanlik ko'rsatib ozgina jafo mushaqqatga uchragandan keyin boshqalarningmi tez amalga oshirganligiga qarab anadan keyin voz kechdingizmi yoki ümitsizlandingizmi? Menimce ikincisi. Hoş. Yani mutlak götürüp ümitsizliğe bunu taşlardılar. Kayıt tirişçilik götürüp, yani izçil davamlaşıp bunun için vazgeçkenlemez. Belki velespiteyleşti misal kaldı. Velespiteyleşti destek bugünkü vaktimizde destekti yıkılımız bu. Hoş. Bir katım yıkılımız, iki katım yıkılımız, hatta 3-4 katım yıkılımız. Yani velespitinsek yıkıldıkken bilirsek velespiteyleştiğini bilemeyiz. O'xshash qoida shu. Agar siz bir qatim ikki qatim yiqilgandan keyin voz kechgan bo'lsangiz, albatta shu mangu velosipedlashni o'rganasiz. Xuddi shunga o'xshash oilada ona tilni izchillashtiramiz deganda, u ba'zi ushaq tushak to'saq bo'ladi. Qiyinchiliklar, avariyachiliklarga asosan siz to'xtab qolsangiz, umitsizlansangiz, bu umitsizlik bu ishdan taslikni emas, asli o'zimizning irodasizligidan kelgan. To'g'ri. Endi to'rtinchisi, endi oxirida shuni Benim yana küzütüşümçe köpünçimizin ailesinde, adalarının aile hayatıda biz muayyen bir ailemizde tüzümümüz yok. Xuddi bir devletin asas kanunu boğuluğa o'xshash. Biz bir tüzüm bilen hareket edilen bir aile muhiti berbaklamalı. Öyle hemmemizin turmuşu xuddi haşası yok, köktatlıkla o'xshash. Xalagan tuğu ördekli kişi petiklaydigan bir yerga aylanib qoladi. Masalan deylik, shanba kuni siz Anamız dilen ya ailede bir aile yığını açsınız. Ama cuma günü bir dostunuz telefon kılıp, ya da şembe günü biz bir çay içip gelgen olsak, bir kaç şeyden değişken tok dese, benim onda bitken bir işim var, bu işini pilvelip varayım. Ya ki, yekşembe günü varaylı demeyiz. Çünkü biz üçün öydeki iş, halaganca kılsak mı bunu öğreden, kılmasak mı bunu öğreden bir iş. Çünkü biz başka gibi hesap vermeye geldik ki. Çünkü onun, bizim hayatımız onun dışında taraftan kelgan uçur yoki chaqiriqlar bilan o'zimizga ega bo'lmagan bir boshqalar cho'g'rini tutib olgan bir hayotga aylanib qolgan. Agar biz turmushimizda shu xil izchil tartibni amalga oshira olsak va bu tartibning ichiga ana tildan iborat bu muhim omilni qo'sha olsak va buni uzoqgacha davomlashtira olsak,
menimcha biz buni chuqur amalga oshira olamiz. Xo'sh. To'g'ri. Menimcha yuqorqi sabablar muhim sabablar bo'lishi mumkin. Endi albatta undan boshqa masalan maktabimizning bo'lmasligi, o'zimizning ona til yaslarining bo'lmasligi, ana til kitoblarimizdan hamma davlatning kankama bo'lmasligi buning muhim bir tashqi sabab bo'lishi mumkin. Ammo aniqi oshiqqa Damashqni Iroq emas degan bir gap bor. Agar biz shu haqiqiy oshiq bo'lsak, buning sabablarini ota-onalar o'zi chuqur yaratadi. Topalaydi. To'g'ri deysiz haqiqatan. Bugungi to'y dunyosida ham mumkin. Xo'sh. Ba'zi ota-onalarningki shu kichik farzandlarga bo'lib, shu bak ona tili o'rgatsak, hatto shu Istanbulda anglaymiz. Maktab darslariga yetishmay qoldik degandek bahonalarni ko'rsatishdi, kulkilik. Biz bir qancha qatim bundan burungi necha yildan burungi programmalardami tilga olgan sizning bir fikringizni aytmoqsam shu gapga. Bu malaqi nurg'un ota-onalarning qarashidagi bir xato tushunchaning birisi. Nurg'unlagan tadqiqotlar hozir shu qo'sh tillik bolalarning nimasining to'qilmasi va qurilmasini olma, ikki tillik bolalarning qaraganda texnik yaxshi bo'lganligini isbotlab chiqardi. Buning ma'nosi eng dastlabda ona til yaxshi o'rgatilgan bolalar ikkinchi tilni texnik yaxshi o'rganadi va o'zlashtiradi. Tilning yo'tkilishi deydigan bir uqum bor. Bu tilning yo'tkinimiz, agar siz asli ona tilingizga nihoyat yaxshi pishib bo'lsangiz, ikkinchi bir tilni o'rgangan vaqtingizda bu til sizga texnik oson o'rgatishadi. Agar sizning ona til asosingiz yetarli pishib bo'lmasa, ikkinchi tilma toza mustahkam pishib chiqmaydi degan gap. Hem bizning bu ona tilini o'rgatishimiz chet elda mana qarashimcha. Boshlang'ichda masalan bolalarimiz 6 sinfga kirdi deylik. To'liqni bitirib bo'lgan shu boshlang'ichdagi masalan 5 yil, 3 yil, 11-12 yilda her kuni yarım saatni vaqt chiqarib bolalarga ona tilini o'rgatish yoki o'rganishga yetaklash, kitob o'qishga yetaklash qatorliq mushu kunda yarım saat mushu faoliyat ailemizde 11 yil 12 yil davomlashsin. Bizning bolalarimizning ona tili saviyasi qayerga ketadi? Maktab darsiga qat'iy tutlashmagan ahvolda bizning bolalarimiz ona tilini nihoyat yaxshi o'rganadi. Bu xuddi vatanda manda qaraydiganlar bor. Bolalarni Xitoyga qilayotganlar. Balam kelgusida Xitoychani yaxshi o'rganmasa, yaxshi xizmat topolmaydi ekan. Shunga Xitoy maktabga berdi. Amaliyotda u ashxol zihniyatning va chet eldagi o'zgargan varianti. Yani bu davlatning tilini yaxshi o'rganmasa, kelgusida shu davlatda yoki yaxshi maktabga kirolmaydi ekan, yaxshi javob olmaydi ekan deb o'ylab qoladi. Ama onun ilmi ve ameliy asosi yo'q. Biz ana tilimizni o'rganish va o'rgatish bilan birga maktabda yaxshi o'rganamiz. Bu bizga hech qanday buni usul qo'llanmay turib, bu haqda konkret bir tadbir, chora amaliyleştirmey turib o'zimizning hayotida. Faqat farazga asosan agar men ana tilga besim qilsam, maktabdagi darsiga chuqur ta'sir yetib qoladi deganimiz bizning asossiz farazimizdan boshqa narsa. To'g'ri. Xo'sh, endi muhojiratdagi ota-onalarga, ya'ni muhojiratdagi xalqimiz ona tilini qo'g'dash, o'zining bu ona tili uchun nimalarni qila olamiz? Mayli qaysi sohadagi jamiyatning har qaysi tabaqalardagi inson qila oladigan bir konkret masalanga usul choralar haqida so'zlab shuni tugasak programma. Bo'ldi. Avval usul choralar haqida to'xtalishdan burun men bunda bir nuqtani avval baldır ta'kidlayman deb qo'ymayman. Hozir Uyg'urlarning milliy mavjudlik uchun kurash qilish har bir Uyg'urda men hozir shunday tushuncha bor. Bu xil bizning tashkilot dernek rahbarlarining boshliqlari olishamiz. Yoki bizning siyosatchilarning yoki ziyolilarning ahli ilm o'rmonlarini olishamiz. Hozir chet elda yashayotgan har bir Uyg'ur istiqsiz bir jangning ichida. Biz o'zimizning muhitini va hayotini mushunda tunamagan vaqtimizda biz mas'uliyatimizni haqiqiy to'liq tunamagan bo'lamiz. Mesela shunday bir tasavvur qilamiz o'zingizni rasmiy bir yetishayotgan bir janggohda deb o'ylagan vaqtda siz janggohda turgan shu chog'da normal tomoq yemaysiz. Shu eriqdagi laysoni ichishingiz mumkin. Topgan narsani yeyishingiz mumkin. Chunki u normal bir hayot emas. Shundaqmi? To'g'ri. Demak hozir bizning mavjudligimiz, bizning chet eldagi mavjudligimiz amaliyotda shunday bir istiqsiz
mavjudlik jangining ichida. Bu mavjudlik jangiga qatnashgan har bir odamning enida, tushanchisida chuqur menmu bir kurash qilayotgan odam. Degan mushu ong bo'lgan vaqtda andan keyin bizning hayotimiz tubdan o'zgaraydi deb o'ylayman. Bu vaqtda biz 8 soat uxlab 7 soat uxlaymiz. Israf bo'lib ketgan vaqtlarimizni ichimiz og'riydigan bo'ldi. Her kuni biz chuqur ahamiyatli ishlarni izlab tepib qiladigan bo'lamiz. Hamda mening bu oldingi so'zlagan magipim bilan ana tilning munosabati shu. Agar har bir ota-ona, har bir ona, har bir dada o'zini mana mushu mavjudlik jangining ichidagi bir jangchi deb o'ylagan vaqtda bu ana tilni qo'llash mening mas'uliyatim deb o'ylaydi. To'g'ri. Endi men bir nuqtani birinchisidan boshlayman. Menimcha birinchi eng muhim omil chet eldagi har bir Uyg'ur oilasi yani ana til oilasiga aylanmoqchi. Ve ana tilini mushu oilada mutlaq qo'llaydigan, xuddi bizning bayrog'imiz esilgandek, Sharq Turkistonning xaritasi esilgandek. Ana tilni ashunda esilib turmasa, bu vaqtda kursning tirishchanligi bilan chiqargan kitoblarning tirishchanligi bilan bu amalga oshmaydi. Bu xuddi bunday bir narsani tasavvur qilaylik. Masalan, men bir o'yinchoq ishlab chiqardim bolalar uchun. Ama bu bolalarga ota-onalar setib olib berishi lozim bozorda. Agar ota-onalar bu o'yinchoqlarni setib olib bolalarga yetkazmasa, bu o'yinchoqlarni bolalar o'ynay olmaydi. Xuddi shunga o'xshash, mayli kurs ochilsin formatlarda yoki torlarda. Yoki ana til munosabatlik nurg'un ism filmlar tarjima qilinib taqtilsin. Ana til maktablar torlarda qurilsin, nurg'un kitob jurnallarni chiqarib ketayli. Agar ota-onalarda shu xil sezgulik, shu xil jiddiylik bo'lgan vaqtda anadagi bu ana til mahsulotlarini uylarga ekirib bolalarga iste'mol qildira oladi. To'g'ri. Bo'lmasa, bütün chiqqan bu kitoblar, jurnallar, ana til mahsulotlarining hammasi Puket'le qoldi. Bolalar o'zi aktivlik bilan berib setib olmaydi. Hem setib olmaydi, chunki bolalarning o'quv ehtiyojini qondirgan atrofida boshqa tildagi narsalar bor. Bunday holatda ularning o'z ana tilini izlamasligi ularning gunohi emas. Belki ota-onalarning izlashga yetaklamasligidan iborat bir jinoyat. To'g'ri. Endi bunda deyishimning sababi, mesela coğrafiyalik jihatdan hozir chet elda ajoyib tarqoq yashayapmiz. Turkiyada bir qism, Amerikada bir qism, Kanadada bir qism, Yevropada bir qism, mesela Avustraliyada bir qism deganga o'xshash. Bu tarqoq yashagan bu xil ahvol ostida hatto bir shaharda yashash qiyinchiligimiz, turmush ehtiyoji sababidan mahalla bilan o'rtoqlashish imkoniyatimiz bo'lmayapti. Bunday ahvol ostida bizning mahalla markaz qilgan kurslarimizni, maktablarimizni eshitishimiz nihoyat tez. Chunki orliq intayin yo'q ota-onalar olib akilishi, bolalarni turishi tez. Balki Istanbulda asli bo'lishi mumkin ham bo'ladi. Ammo boshqa bir davlatlarni nazarga olganda keyin. Bunday ahvol ostida balamni kurs ochmaganligi uchun shu men ana til kursiga berolmadim. Maktab bo'lgan bo'lsa yaxshi o'qitmoqchi edim. Maktab yo'q bo'lganligi uchun ana tilni yaxshi tarbiyalamaydim deganlik amaliyotda. Ota-onalarning mas'uliyati. Unda siz oilangizni bir ana til maktabiga aylantiring. Ailenizde anlattım mektup öyle. Hazır bizden bunun başka tanlaş yolumuz yoki chiqish yo'limiz yo'q. Siz degandim keskicha bir maktab qurib olgan bo'lsak, hamma shalutda deganimiz bilan maktab qurib olgandan keyin uning sharoiti qanchalik degan ko'pga bir obyektiv qiyinchilik bor. To'g'ri. Another ikkinchisi, agar biz bu ana tilni biz shunday bir muqaddas bir vazifa deb qargan vaqtimizda, milliy mavjudlik ko'rishimizning bir partisi degan vaqtimizda bunun pidai ana til muallimleri, ata-onalar işinin yetişip çıkışı lazım. Başlangıç seviyedeki ana til derslerini öteleydiğin analar, dadılar yetişişi lazım. Ulan ana til okutuşları seviyeye katlaşışı lazım. Çünkü bu okutuşların tirişçalıklarına biz yani internetten faydalanıp durup mevcut şaraitimiz yer vermeyen işlerini şu usullarla kılalayımız. Ama hazır bunu maksud ügengen kesbi ana til okutuşlarımız dair kemçil doğallığı için biz internette şunları mektepte kıldık diye takdirde çok okutuşumuz yetişmeydi. Mesela bir ana til okutuşunun ehiyeti çırayla olmasa, imlası hatalı olsa o fakat okut bireynesine hesap etmez. Hikaye sözler bireynesine hesap etmez.
En akalli bir ana til grammatikse imlasın çok savadlı olması lazım. Onu bu pidai ata-analar özlükünün ügünüşü lazım. O bir küreşke, nokul bir ana til ügütüşken de yaparmaz. Doğru. Üçüncüsü, anadaki şu mektepte okuvatkan hazırlanırken, ali mektepte okuvatkan vallahi var. Ana til seviyesi mi yaman emez. Ama alaka yeterli emez tekrar tirişçilerin. Anadaki en nurgun ata-analar. Bu şu pidai tercümanlığı yetiştiriyor. Gerçi biz kağıt şeklinde kitap kılıp yazışıka gel. Pul yetmeyen falasını basamazsak mı? Bu şu üzümüzden ve dünya edebiyatına temel nadir vallahi eserlerini Uygurcaga tercüme kılıp köplep takipçimiz lazım. Yani ballarımızga ana til uzunluklarını, ana til mahsulatlarını yeterli işlep çıkarıp ilerletmemiz gerek. O adaki bir kitap bilen, iki kitap bilen, üç kitap bilen olmaydı. Neçe yüz, neçe min parça kitap çıkışı lazım. Mesela biz halagan devlet yaşavatkanlar, özümüz yaşavatkan devletke kirip, kitapxanalarga kirip, ballar bölümüge bir qarab bakaylı. Ballar üçün ular qanchalik köp kitap çıkarıp. Mesela şu Türkiye'deki lan kitapxanalarga kirip, ballar kitaplarga qarab bakaylı. Biz aklımız yetmegüçilik, bunun türü mü köp, şunçilik çıraylık basılgan, şunçilik gelipkar kitap. Mesela azı bunda bir mesele var. Bakın anadolu geçişlerinde ballarımızda. Valla sabahda çıkıp kıvandı ki, şundan valla ne demen, şu Türk kitap okusam ya ki İngiliz kitap okusam, bu kitabı ben kızıkarlıkken, haydi çıraylıkken, ama bizim anadolu kitaplarımız Allah kızıkarlık emeskiye diye geldi çıkmadı. Yani mesele süpte, kitaplardaki renklik resimlerin işlenişi bizim yeterli kesbi olmaganlığı için elbette bunda zor meblağ bilen kılınan işlerinin süptimizin farkındalığı tabii. Doğru. Hem de dördüncüsü, ben bir yerde kadar pul gidiyorlar işte böyle gibi oldu. Yani biz tercüme kılıç dediğimizde ruhun hatalarına geliriz. Bu işin meblağ sansak tercüme Allah'a kaleme hakkı verelisek, bunlardaki zavutlarını çıkarırsa, anladığım bu üzülmez bir iş, prensip olan mağdur. Bunun için dördüncüsü benim karşıma için. Mesela bayla, bunun nahit mühim işte para, pul çıkarışı lazım, meblağ sanışı lazım. Vallahi bir yerde renkli kitradesi, bunun çıkarılan faydası, vallahi okabdı, ata-analar eprendo, zaten hoşunun faydası var mı diyende gelip beğenmezlik ki bahane tadılan su Allah'a ölen üzerine aldırmayın. Bunu meblağ sanışı lazım. Bu işki meblağ sanışı, biz yazda küzlüktü urvallığa buğday boşa işleyemez hem de. Doğru. Bu bir uzak mezgildeki iş. Ama artık biz hazır fevkaladığıma derhal neticelerine ait teşne olarak yetkeşken, ait telbelerce. Şunu olan parmaklı bu işlerin hiç faydası bulmayalkandayız. Şurada oylap kalımız şunu olan bu kelgüsümüzün kabaletki iyi kıldığa uzak müddetli kuruluşlarının neticesini biz tasarruflanmayalıyız. Şu başka bu işlere pul tecrübeştiği için aslında ehemmiyetli de karşımız giderlik yapız. Şu başka çokum bunu zor meblağ sayıdan bir iş. Çünkü bunu bir kitapla yemez. Mesela vallahi programlarını işimiz lazım. Vallahi riyasetçilerini yetiştirişimiz lazım. Çünkü durgun çetelci isim kartollu havalar tercüme kılıp havaları çıkartışımız lazım. Kıskısı bu. Hem bir cihetin pulgaylaşını talep kıldığı bir iş. Çünkü ben tasarruflayla bir mağarif bu. Her bir devletten yılda mağarif için acıtılған milyar dolar kulu var. Eğer bir mevcutluk için küreş kılıvattan Uygurlar, müşinçilik işe neçe yüz bin pulusunu hecleyemezse o vakitte bizim vatan millet devayımız yalgan bir devadan başka neyse etmez. Doğru. Hem de beşincisi, hem de bu benim için ait mühim nokta. Benim düşüncemce bugünkü günde bizim yoktulavatkan bu ana tilimizi ügütüş ve ügülüş. Bu milli mecburiyetlerimiz. Bu bizim dini mecburiyetimiz. Benim karşımca Uygurlar ana tilini saklap kaliş arkalık anadaki bizim dinini saklap kalır. Uygurlar'a nispeten bizim dini tilimiz Türkçemiz, Arapçamız, İngilizcemiz, Uygurca. Bizim Uygur tili bizim dini tilimiz. Bizim Uygur tilimizle dini kimlikimiz intihari zic birlik etken. Bu şu paketini nezarga aldığımızda ana tili ügünüş
Bizim ailelerde nokul, ügensek yaxşı olduğan, ügenmesek hiç nima bo'lmaydigan ish emas. Belki ügensek Allah'a savab bergan, ecri bergan bir dini mecburiyet. Ügenmey kalsak biz bugün bir mecburiyeti terk kılgan bo'lamiz. İslam kanunshunosligida bir qoida bor. Matimul vacibu illa bihi fehuve vacib deydigan. Bunun ma'nosi oddiy tarjima qilgan vaqtimizda vacibning sharti va vacib degan. Ya'ni namoz farz bu. Namoz farz. Ama taharet namazın şartı olmadığı için taharet farz. Çünkü taharetsiz uyanmayız. Şunu taharet farz. Xuddi şuna o'xshash bizning kimligimizni, diniy milliy kimligimizni saqlashda muhim bir sharti ana til bo'lgan ekan, vaqtda bu ana til normativga o'xshash muomala qilinmasligi kerak. Bu diniy sohadagilar o'lmalarning buni muhimligini boshqacha tunib yetib, o'zining ba'zi nasihatlarga, tabliğlarda ana tilning bir diniy majburiyat ekanligini xalqning samiga serish lozim. Bizning bu dindor qatlamni ana tilga ahamiyat bermasligining muhim bir sababi ana tilga nisbatan bir xil mubah ishga o'xshash qaraydi. Ya'ni qilsak yaxshi bo'ldi, qilmay qolsak hech bo'lmaydi. Bolalarimiz ana tilini o'rganmaganga buni buzoq jannatga kirishilar munosabati yo'q qo'ydi. Bu bugungi kunda Uyg'urlarning islom ijrosida, islom amaliyotida qabul qilinadigan tushunchamiz. To'g'ri. Mening qarashimcha hech bo'lmasa shunday. Bundan boshqa o'limalar o'zi bilib boshqacha fikrlarni ifodasi bo'ldi. Hamda oltinchisi mening qarashimcha biz yana mablag' sarf bir mukammal bir ona til to'y maktabi qurib chiqishimiz lozim. Bu internet ustida bo'lgan bizning ona til darsliklarimiz shunga ustiga chiqarilgan, yuklangan. Masalan, hozir shu Uyg'ur ona til maktabi, to'y maktabi shu Ayxon Ma'rif yetakchilik qilyapti. Hozir eng dastlabki qadamni elayotdi. Xuddi shunga o'xshash kelgusida bizning ota-onalarimiz darhol shu to'ybatga kelib, bolalarimizni yashiga loyiq, yilliqiga loyiq ona til darsliklarini darhol ko'ralaydigan, o'rgatalaydigan, topshiriqlarni o'zi tushirib, printerda besib chiqarib beralaydigan, boshqa mukammal bir ona til ombiri, kutubxonasi, maktabi degandek boshdan oxir sistemlashgan bir sistema barpo qilinishi lozim. Bu o'xshashlar mablag' bilan, pul bilan bo'ladigan ish. Chunki bu planlanishi lozim. Nurg'un darsliklar tekrar shunga loyiq darsliklar ishlab tuzilishi lozim. Darsliklar yetarli emas. Nurg'un qo'shimcha o'qishlar bo'lishi lozim. Mana shularni nazarga olgan vaqtda bu chuqur mablag' sarflab qo'llaniladigan bir, barpo qilinadigan bir ish. Hamda yettinchisi bunday bir qiyinchilikqa uchraymiz erdan. Shu ona tilni qo'llashning gibi bo'lgan vaqtda yoki masalan siz uyingizda bolalarınızla ait chuqur ana tilda so'zlaysiz deydigan bir tuzumni qildingiz. Sen Türkçe so'zlasa bolam, Türkçe gapirdim, ana tilda gap qilmadim dedingiz. Yoki izchil shunaqa tuzum qo'llandingiz. Ammo sizning qo'shningizning bolalari sizning uyingizga o'ynaga kirdi. U bola sizning bolangizga Türkçe gap qildi. Endi u qo'shningizmi Uyg'ur endi. Shuning bilan bolangiz tabiiy mana bu qanday qildi? Türkçe cevap qaytardı. Ama naq maydonda siz o'zingizning tuzumini ijro qilolmay qolasiz. Çünkü qo'shningizning bolasi qilmay, "Ey, sen Uyg'urcha gapirsangiz, bu ota-onasi qilsa ko'ngli kelib qolarmiki?" deb ansirab, shundan siz ichingizga yutishga majbur bo'lasiz. Bu tuzum ijro bo'lmaydi. Bu eng ko'p uchraydigan masalalar bu. Endi menimcha buni hal qilishning usuli oddiy. Hem butunlay aqldan bir usul. Endi hammamiz ma'lum kishilar bilan ko'proq qo'shnilarchilik qilishimiz, ma'lum yaqinlarimizdan ko'proq birlashish qilamiz. Bu oila birligini shakllantirish lozim. 7-chi deydigani. Yani oila birligi degani masalan 6-7 bir oila. Ko'proq birlashish qilamiz va bolalarimizni yaqin. Shundan biz deyishib oilalar biz hammamiz uyda shu birsimizning uyiga bolalarimiz kelsa, ana tilda so'zlash tuzumini yo'l qo'yadi. Hammamizning uydimi bo'lsin, undan keyin bu bolalar bizning uyga kelganda yoki bizning bolalar sizning uyga borgan vaqtda işte Türkçe gap qilsa, ularni Xitoyda Uyg'urcha gapirishga yetaklaydi deb hammamiz deysak, u vaqtda bizning bolalarimizni buni qabul qila oladi va buni bir xil pessimist qilmaydi. Bo'lmasa masalan men uyda bolamga nihoyatda chin tutib ketdim. Shuningdek, ammo u yana bir yerga borgandan keyin boshqa do'stlarlar o'ynagan vaqtda u nihoyatda ozod Türkçe gaplashdi. Shuningdek uyga kelgandan keyin men unga yana Türkçe gap qilib qo'ydim, Uyg'urcha gap qildim.
Şuna balam çok içiden narazı oldu. Sıkılıp. Bu dadam ecep kıp ketdi ekense. Hala palarının ballarını kırıp yapıyordu eken bu. Hep bizden mağdurlarımız ulağın nispeten ulan artık korkulanmaydıgan. Ulan bu zulüm buluvatkandak nazik ayar. Şunlar bunun icra kılışına ait kıyırleşip bitti. Hatta hatalarını ballarına alsın ki münasebet bir tesir etişmek. Çünkü ballar yüzü uçuravatkan muameleni, yüzü kurdaşları uçuravatkan muameleyi seliştirip durup anadaki yol. Men anıtıl geçsin. Ama benim böyle yakın ağayla bunu olay karı olmasa o vakitte benim balam yüzünü kutu uvar kılvatkandak öyle. Hoş. Şunlar bunu icra kılışına ait kıyım bu. Şunlar bu aile birliklerini şekillendiriyordu. Sünni anıtıl muhiti berpa kılarsa Allah'ın arası mesela kitap okuşu anlatılı kitap okuşu müsabakası. Hep de necibet kitap okuşu ki doğru imla müsabakası diyendek tüzümlerini ata-analar kılalaydı, analar kılalaydı. Şunakla şarkılık biz sünni muhitine berpa kılanmagan tabii muhitimizni tuluklap gidelerimiz de böyle. Hemen açıkçası bunun başka usullarını icadi şekilde öyle alışımız mümkün. Bazıcı ben. Uşularını kılalısak mı menatça? Haydi zor, netice gelişmeyiz de böyle. Sizge rahmet. Köp rahmet, nayeti güzel tefsili içbel oldu inşallah. Allah razı olsun. Vaktimiz bu, yarım saatte 37 minut falan şeydi. Şöyle ahırlaştırsak hem de inşallah dininizdek hakikaten milletimizge kılışkı tegişlik meyli puldarlarımız olsun, yoki ziyolilerimiz olsun, ata-analar olsun, hammasini ustiga tushadigan xilma-xil o'zining sharoitiga ko'ra hech birisi vazifa topolmay yoki qilgan ishini topolmay qolgan ish yo'q deganki, masalan bu nimadan misollarni keltirdik. Puldarlarimiz masalan bu ana til masalan hech bir ishga aralashmasa shu iqtisodiy bilanmi milletimizning nurg'un farzandlarini tarbiyalash uchun bo'lib bugünkidek hozir 6-7 oydan buyon dunyoni olgan Xitoy virus sababidan butun dunyoda bolalar to'g'ri orqali dars o'rganyotdi masalan. Siz degandek bir mükemmel bir sistemada güzel bir qiziqarli bolalarni o'ziga jalb qila oladigan bir sisteminingki muhojiratda ya'ni iqtisod bo'lsa odamni tashkillab buni qilish hargiz tas emas bo'lgan hamda Uyg'urlar uchun buni qilish dinimizdagi zeriktirib qo'ydigan mushu deganki o'zlari yashayotgan shu davlatdagi shu yerlik tildagi saviyadan qilishmoqdek güzel bir şekilde lahinlep çıksa her qanday bola hem qiziqib o'rgandi hem tilimizni zo'q bilan o'rganishi foyda var hem de. Ata-onalarning bo'lsa mana shunday har xil shaklda qo'ldan keladigan shaklda nurg'ulg'an usullarni so'zlab o'tgan bo'ldik. Bu inshaalloh bir yiqilg'u bo'lishini umid qilamiz inshaalloh hamda. Bir millatninki yo'q bo'lish yoki mavjud bo'lish yoki yo'qolish girdobga berib qolgan Xitoy bizni tamoman yo'qotib o'timizda butun kuchini chiqarayotgan bugünkidek bir mezgilda bu hayot mamotlik masalasi deb qarashimiz kerak deb qarayman. Lekin o'tgan soatdagi programmamizdagi ahvolimiz haqiqatan odamni echindirdi. Inshaalloh bu bir yiqilg'u bo'lishini umid qilamiz. Özümüzün akıbetini oylasak, mesuliyetimizdeki qancha ig'ir ekanligini oylasak, yani biraz yani küçükseklem siz degandek odatdagidek nurg'un ishlarga osonga o'rganib qolganligimiz uchun sal qarab, xuddi nurg'un atrofimizdagi muhitga otib qo'yib jinoyatni yoki o'zimizning qilolmaganligini boshqa sirtqi muhitlarga otib qo'yib bittirib qo'yib cho'ng bir mas'uliyatdan qechishimiz haqiqatan ichinishli bir masala. Allah bu fikir, bu zihniyatni ko'tarib o'tishini umid qilamiz. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz hamda shu oxirida shu bir narsani men qo'shib qo'yay dedim. Bo'libmish bolalarni bugun muhojiratda Istanbulda nurg'unlagan ko'p farzandlik oilalar jiq. Men 1-2 bolasi bor odamni oz uchirtiman hamda. 4-5 bolasi bor, 3-4 ta bolasi bor, shunday bolalar bor hamda cho'ng kichik yoshdagi. Shu farzandlarimizga normalde ailede hem de ben bazı güzel uslup kullanılan kıyırdaşlarımızdaki ilham qo'llayotganligini bilaman. Her kuni şu abim söylep öttü mesela Abdurrahim Davlat efendim. Bolalarga her kuni uyda Uyg'urcha paranglashishdan boshqa bilgan alhamdulillah kitobxonlarimizda kitoblarni chiqarib o'tadi. Ha, bunun bir asl qo'yarasiz.
Hem dünyanın harika şeylerden kaynaşırımız kördü programımızda. Eğer de şu kitap Uygurlar az yerde yaşayatqanlar bo'lishi mumkin. Kitap meselesi de her xil o'smirlar uchun güzel, yaxshi kitaplar chiqarilyapti. Bu kitapga ehtiyoj va qiynaşa ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali biz bilan aloqalashsanglar, biz mana Istanbuldagi mushunday kitaplarni sizlar yashayotgan davlatlarga yetkazib beradigan qarindoshlarimizningki telefon nomerini beramiz. Sizlarga degan yeringlarga qaysi davlat bo'lsa sep birdamiz. Biraz bir kuchayli bu ishqa millatimizningki o'zimizning bir angushtiri bo'lgan bu tilimizni qo'g'dash uchun biraz kuchimizni umid qilaman. Bunday uning keyin bolalari hamda bolalarimiz bo'lgandan keyin o'ylamoq bolalarning mayli birisi cho'ng birisi kichik bo'lsinmi, o'zining yashiga ko'ra hammasi oilada kitob o'qishimiz. Faqat Uyg'ur so'zlashish emas. Chunki bir inson agarda uni yezish, o'qishni o'rgatmasak, faqat so'zlashishga ham ahamiyat berdik deb masalan ota-onalar bolasini so'zlar deyishi mumkin. Bir insonningki kunda 24 soatgacha so'zlashadigan tildagi masalan tilimizdagi qancha kalima so'zni ishlatamiz? Buni o'ylash kerak hamda. Cho'ng bu balni faqat so'zlashish bilan emas, bu balda agar tili ravurs yetishsin deydi ekanmiz, shuning yeshidagi kitoblarni elib, o'zi o'qiyotgan kitobni yozdirib ham o'qitib bo'lmasligi, har kuni bolalar o'tirsin musobaqa elib berish, men shunday yaxshi usullarni bilaman o'sha Istanbulda qilayotgan qarindoshlarimizniki. Bolalarning orasida har kuni bir daftar tutqizib 5 adam bo'lgan bo'lsa, 5 yil hammasi kitob o'qib, ma'lum soat bekitib, kunda yarım soat yoki 1 soat deb o'qib bo'lgandan keyin har birisi o'qigan 5 varaq o'qidi, 10 varaq o'qidi bir kitobni. Har birisi 5 minutdan so'zlab beradigan gap o'qigan. Bugun shu mazmunda kitob o'qidim, men o'qiyotgan kitobdan. Hammasini xotirlab qo'yib, nomer berib, oy oxirida kim qancha jiq bat kitob o'qigan bo'lsa, qancha ko'p nomer olgan bo'lsa, har qaysi ifodalash jihatdan bo'lsin, ham qiziqarli bir kayfiyat bo'ldi oilada. Bu usulni nəhayət balalarni qiziqtirib o'zimizning tiliga qilish ham oiladagi bir mehr muhabbatni oshirish uchun intayin bir go'zal bir uslub ekanligini bilaman men bu qarindoshlarningki qilayotganligini. Shu bu uslubdan foydalanishimizningki nəhayət muhim ekan deb qarayman. İnşallah mishal oxirlashtiraylik inşallah 2 haftadan keyin 2 haftadan 1 haftadan keyin yani 15 gündən keyinki programımızda başqa bir mavzuda görüşküçə aman boğayslar. Abdurrahim Dövlət efendimə köpdən köp rəhmət etdiniz, hörmətli vaxtını çıxarıb qatnışıb bəqədə üçün rəhmət sizə. Sizlərə köp rəhmət. Allah razı olsun. Onda olsa görüşküçə aman boğayslar. Assalamu aleykum və rəhmətullahi teala və barakatuhu.